Futbolda nimalar qilishadi? Oyligi yo'q jamoalar birinchi ligalarda o'zlarini mag'lubiyatlariga tikib shu oyliklarni to'lash bo'lgan. Men o'z komissiyasida ham qatnashganman. Bu ularga yoqmaydi. Totalizatorlarga yoqmaydi. Ular buni oldini olishni yaxshi ko'rishadi. Ular toza bo'lsin deyshadi. Ular o'zi qiziq halollik tarafdori. Chunki o'shanda bo'lsa, mana bu uyni berishadi. Uyda jang zo'r ketadi-da. Uning har foizi bu aniq yutadi. O'sha tomondan men ko'pchilikga aytaman, futbol jamoalar, katta jamoalar yutqazib qo'ysa, shuni totalizatorlar sotib oldi desa, totalizatorlarni sira shunaqa katta kuchli bo'ylaysan. Ular monsur deydi. Hech kim ular futbol klubini sotib oladi. Mbappeni o'zi hammasini sotib oladi. Ular dedim, umuman manfaatdor emas. Ular qaytanga shunaqa har xil hisoblar, hattoki har xil emas, taxminiy to'g'ri chiqqan hisoblari ham bo'lsa, ular yutaveradi. Xotirjam bo'linglar. Uy bergan odam, mana 4 ta qimorboz bor, uyini berdi. Shu uy egasi nima zarar ko'radi? Totalizator shu, ular maydonni bergan, bu yoqdan pul tashlayotib foizini olib o'tiraveradi. Odam ko'paysa bo'ldi ular. Shundan foiz. Ular hech kimni sotib olib, undan manfaat umuman yo'q va unga qurbi ham yo'q dedi. Sababi, qurbi yo'qligining sababi dunyoda juda ko'p betlar bor. O'sha bet, bet, paston bet, piston bet. O'sha betlarni men sahifalarimni o'sha sharh davomida tayyorlanganda o'zi bir-biriga qarshi ba'zi bo'lsa. Ular o'zi bitta yakdil jamoa bo'lmasa kimni sotib oladi? Siz o'zingiz bilmagan holatda qayoqdagi axlat titib yurganlarni qo'pol qo'yayotgan. Birovni chaqirib, pulini tashlab gadoylanib yurganlarni siz futbol klubidan sotib oladi, o'ylaysizlarmi? Unaqa past ko'rmanglar, deyman. Jahon yulduzlarini oldida karyerasi turarmish, o'zi 10 yil o'ynaydi, qancha reklama, shuncha narsa o'tibdi. Qayerda